O'tirib olinglar. Yana grant, yana imkoniyat. Qatar, Malayziya, Turkiya, Kuvayt deb endi navbat Indoneziyaga. Bilasizmi bu nima degani? Indoneziyaning poytaxti Jakartada o'qib, Baliga sayohat degani. Rasman Indoneziyaning Pertamina universitetida o'qish uchun kuzgi grantlar ochildi. Bilasiz, oldingi safar ustoz va talabalarimiz Indoneziyaning xalqaro konferensiyasida qatnashib, amaliyot o'tab, ajoyib sayohat bilan qaytishgan. Sizda esa undan ham zo'r imkoniyat. Bir semestr Indoneziyada kuzgi semestr uchun grantda o'qishingiz mumkin. Juda bir yomon universitet chiqdi-da bu Oriental. Haterlar qiynalib ketdi bu tinmay talabalarni grantga ketayotganini ko'rib. Buni qarang. Oriental bu universitet emas, grant fabrikasi deb yozishibdi. Tez chamadonlaringizni yig'ib, Indoneziya granti uchun hujjat topshirish bo'yicha xalqaro hamkorlik bo'limiga uchrashishingiz mumkin.